institutga topshirdik Murod ikkalamiz, lekin afsuski decline kelaverdi. Oxir oqibat hisoblasak 12 ta universitetdan decline kelgan. 2 marta kelganimda ham sezyapmanki, o'zbeklarni obro'sini juda ham tushirib yuborishganda bu narsalar juda ham negativ ta'sir qilyapti. Bu yoqda pul topib O'zbekistonga pul jo'natish uchun 3-4 barobar ko'p topishingiz kerak. Chunki O'zbekistonda bu pul topsangiz sizga oshig'i bilan yetib ortadi. Даже bizga ham intervyuga kelishadi. Soft skill past bo'lsa, hard skill bo'lsa ham reject qilamiz. Chunki iloji yo'q usiz. Eng qizig'i 400 ta vakansiya rekordni chiqdi bir haftada. To есть bu degani bir oyda 1,5 mingta vakansiya chiqib ketdi-da. 10 tagacha track bilan yuradi. Aytaylik, ular Amazon bilan ishlaydi. Mana shunaqa kompaniyalarga o'sish uchun qanaqa maslahatlaringiz bor? Даже shu narsani ko'ryapman. Yaqin 10 yilda O'zbekistonda faqat updaterlar qoladi. Bu sunnat bilan olayotgan videomizni oxirigacha ko'ringlar. Videoni oxirida zo'r konkurs bor. Sunnatdan zo'r sovg'a bor sizlarga. Assalomu alaykum. Mana bugun biza Floridani Orlando shahridamiz. Bugun juda ham men uchun nima deydi, qadrli bitta yaxshi do'stimni ofisiga kelganmiz. Biza 10 yil ko'rishmadik bu odam bilan. Institutda, Westminster institutida birga o'qiganmiz. Mana Xudo nasib qilgan ekan. Mana hozir ofisiga keldim. Sizlar uchun, Shohlagis kanali uchun aynan sunnat do'stimdan intervyu olamiz bugun. Rahmat do'stim. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. To'g'risi, bugun ko'rishganimda nima deydi, boshqacha ощущениyalar, ancha paytdan beri ko'rmaganmiz bir-birimizni. Ikkalamiz ham institutni bitirib chiqib ketganimizda ikkita yo'ldan ketganmiz. Siz Amerikaga ketdingiz, men Toshkentda qolib ketdim. Bu inson oddiy o'quvchi, student bo'lib Amerikaga kelganlar va o'sha yerdan hozir mana katta 150 ta track bor kompaniyani owner hisoblanadilar. Erishgan narsalari juda ham ko'p, bizga yetib beradigan narsalari ham juda ham ko'p. Olishimiz kerak bo'lgan yosh, mana bizani kuzatib turgan yoshlar, sizdan ko'p narsani o'rgansa bo'ladi. Xo'p, institut bitirgandan keyin nima bo'ldi? Nimaga Amerikaga ketib qoldingiz? Shu haqida ozgina aytib bering bizga. Avvalambor assalomu alaykum do'stim, xush kelibsiz. Bunaqa ta'riflaganingiz uchun minnatdorman. Menda ham hissiyotlar to'lib boryapti, sababi bir do'sting bilan virtual dunyoda ancha vaqt gaplashib, lekin undan oldin yaqin bo'lganingdan keyin bu narsa yanada seni yaqinlashtirar ekan. Juda ham xursandman, to'g'risi. Endi institut haqida gapirsak, o'sha paytda bir qiziq voqea sizda bo'lsa, har doim yonma-yon o'tkazsak, "Jura yaxshimisiz, yaxshimisiz?" Tez-tez gaplashib, yana yugurib ketardik. Endi u paytda xavotir ko'p bo'lar, tashvish. Jasur do'stimiz Ro'ziqulov. DAT programmasiga kirdi Germaniyaga. Scholarshipga kirdi. Davay Murod bilan ikkalamizga aytdiki, "Davay sizlar ham topshiringlar" dedi. Biz dispetcherlik qilib yurgan bolalarmiz, biz o'qish kamroq bo'lardi. Ko'proq ishlardik. O'sha paytda institutga topshirdik Murod ikkalamiz, lekin afsuski decline kelaverdi. Oxir oqibat hisoblasak 12 ta universitetdan decline kelgan. Keyin men o'sha bo'ldi, Murod foydasi yo'q ekan, nima qilasan? Men ishim bor. Sen ham nimadir ish qilgin dedim-da, Samarqandga qaytib, Samarqandda uy turgan telefon qilib $200 berib tur dedi. Nimaga aytsam, bitta institut bor Amerikada, o'shanga application topshirishga $200 kerak menga agentstvaga dedi. Ya qo'ysangchi, ya berib tur, qarzga berib tur, xo'p dedi. Bo'pti, xo'p berdim. Bir haftadan keyin yozyapti. Biz Amerika institutiga kirdik deyapti. Yo'q dedim. Ikkalamizni ham qabul qildi deyapti. Xuddi shunday vizaga ishonmayotdi, vizaga ham ikkalamiz bir paytda o'zga kirdik, men boshqasiga, u ham boshqasiga. Ikkalamizga approve qilishdi. Keldik, o'qish boshlandi. Shuning orqasidan men o'sha student bo'lib keldim, sразу dispetcherlikka kirishib ketdim DM World kompaniyasida. To'g'ri Orlandoga kelgansiz. To'g'ri Orlandoga kelganman, Webster University'ga. Hozirgacha Orlandoda yashaysiz. Hozirgacha Orlandoda yashayman. O'sha paytda DMda bu yerda ishlagansiz. DMda dispetcher boshladik. Birdaniga 5 ta track berishdi. U paytda O'zbekiston ofisida yo'q edi. Men O'zbekiston dispetcher bo'lganim uchun, what? Kim qaysi kompaniya deb qolishdi-da. O'sha paytda Davron Amanov bilan biz shu bitta ofisda ishlardik. Bu yoqda o'qish jarayoni qanaqa bo'ldi? Qiynalmadingizmi? Mana Websterga keldingiz. Ba'zi studentsiz, bu yoqda ish ham bor, o'qish ham bor. Shu haqida ozgina bizga aytib bersangiz. To'g'risi eng qiyin paytlarimdan bittasi deb hisoblayman. Shunaqa momentlar ham bo'ldi. Qaytib ketmoqchi edim. Qaytib ketish hissiyoti bo'lganda ham, даже kredit kartalar ham ochmaganman, hech qanaqa akkauntlar ochmaganman. 2018 borib kelganman O'zbekistonga, 2019 ham borib kelganman. Lekin ayni ikkinchi marta borganimda men o'sha tushunganman, что Amerikada biznes ochishni boshlayman. O'sha vaqtlari, o'sha birinchi 2 yilda to'g'risi pulim yetmasdi ko'p narsaga. Pul topgan pulimni o'qishga berardim.
kvartiraga, arendaga qiyin bo'lardi. Naduvnoy matraslarda yashardik, Walmartdan posudalar olardik. Basseyn degan narsalar yo'q edi, plyajga borish degan bizga qimmat edi u narsalar. То есть Toshkentda yashagan studentskiy hayotimni Amerika davom ettirgan bir necha yil davomida. Qiyinchiliklar bo'lgan, rostdan. Ancha bo'lgan. To'g'risi men bu narsani hech qachon bekitmayman, uyalmayman ham. Biz shu nima deydi, 1 minute supla ichib, tayyor tez yeydigan imkoniyatlar. O'zbekistondagilar boshqacha o'ylaydi. Даже kelayotgan studentlar ham u yoqqa borsam hayotim zo'r bo'lib ketadi, pulim ko'p bo'ladi. Даже uyimdagilarga pul jo'nataman, mashina olaman, boshqa qilaman deb o'ylaydi. Lekin unaqa emas. Student paytda bu yoqda unaqa. Umuman student paytida to'g'risi deadline'laringiz bo'ladi, har xil qiyinchiliklar bo'ladi, assignmentlar bo'ladi, stress bo'lasiz. Bu yoqda yurgan qadamingizda fuel, toll, nimadir telefon bo'lsa, telefon akkauntingiz, hamma narsani to'laydigan miqdorda puli bor. O'sha narsani ko'p studentlar esdan chiqarib yuboradi. Keldim dollarda pul topdim degani, siz bu yoqda topgan pulingiz sizga faqat o'zingizga yetadi. Bu yoqda pul topib O'zbekistonga pul jo'natish uchun 3-4 barobar ko'p topishingiz kerak. Chunki O'zbekistonda bu pul topsangiz sizga oshig'i bilan yetib ortadi. Sizda ham hamma qatori qiyinchiliklar bo'lgan ekan kelgan paytingizda. 100%. Mana shu qiyinchiliklardan qanaqa qilib o'tdingiz va keyingi qadamlar qanaqa boshladingiz? Shuni bir ozgina aytib bersangiz. To'g'risini aytsam, baribir любой yoshga o'xshab Amerika kelishim bilan juda ham ko'p zararli produktlar ta'min qilganman. O'sha Red Bull, shokolad, M&M's juda ko'p o'sha narsa chalg'iganman, ko'p travel qilganman, ko'p har xil restoranlarga ko'p borganman, uyda kam ovqat yeganman. O'sha orqasidan o'zimda ozgina o'sha to'qlikka sho'xlik bo'lganda. Lekin qaysidir momentda to'g'risini aytsam, juda ham ko'p musofirchilikda yurganingizdan keyin yolg'iz bo'lganingizda faqatgina Alloh bilan gaplashasiz va o'sha kuchli connection o'rnatib olganimdan so'ng to'g'risi faqatgina o'zim ustida ishlaganman. Har kun vaqtimni, kunimni hisoblardim, qancha vaqt sarflayman va o'sha orqasidan qanday qilib o'sha bu yoqdagi proyektlarni ko'rganimdan keyin o'sha Amazon, Tesla qanday qilib bu dunyoda shunday narsa yaratsamki, o'zim haqimda bir ism qolib ketsa. Pul miqdorida emas, aynan foydali miqdorida. O'shaning orqasidan Lucid Logistics Academy, o'shaning orqasidan Huntme paydo bo'lgan to'g'risi. Tracking kompaniya ochishni umuman o'ylamaganman. Aynan o'sha momentda ochishim bilan odamlarga foydam tegishni boshladi. То есть Amerikadagi haydovchilar jiyanimni o'qitib ber, qarindoshimni o'qitib ber. Keyin Huntme ochilgandan keyin haydovchi topib ber, ishchi topib ber. Qo'shimcha pul qilishni boshladim on the side. O'sha paytda o'zim ishlardim, bir o'zim ishlardim. O'sha esimda, Huntme boshlaganda ham, Lucid boshlaganda ham nima deydi? Bu narsani oldindan ko'ra bilish, chunki Lucid bor payti menimcha hech qaysi o'quv markazi adashmasam bo'lmagan. Endi men bilishim bo'yicha bo'lmagan. Lekin qanaqadir menda ikkilanish bo'lganda, o'zimda misol uchun o'xshirmikan, ketarmikan? Chunki sizda o'sha narsani oldini ko'rib bilish, ichkarida anaqa bo'lganda, ishonch bo'lganda, shuning uchun bo'ldi, boshlaymiz degansiz. Bu narsa hozirgi kunga kelib bir nechta o'quv markazlariga aylandi. Boshqa kompaniyalar ham ochdi o'zini o'quv markazini. Bu ham bitta boost bo'lgan O'zbekiston bozori uchun. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman do'stim, o'zi jo'ram juda ham skromniy odam. Yaqinda do'stim ham zo'r учебный sistema tayyorlayaptilar. Sababi O'zbekistonda barib bo'lgan inson bu sohaga yanada ko'proq miqdorda contribution qila oladi. Men afsuski hozircha u yerda emasman. Men faqatgina qo'llab-quvvatlayman. Rahmat. Shuning uchun men har doim aytaman, что Lucid ochganmanmi, men sababchi bo'lganman. Sababchi bo'lib, boshqalarda konsepsiya va u konsepsiyani ishonch, yanada ko'proq o'xshirkan narsa olib kelgan bozorga. Xuddi shunday ko'proq formatda chiqishini men tarafdoriman. Chunki hozir ham Huntme'da misol uchun 25 mingdan ortiq odam bo'lsa, hammaga aytaman, kurslar soni ko'paysa, o'quvchilarni sifati oshadi, soni ko'payadi. Bu degani ishlarni joyi ko'payadi. Biza kompaniya egasi sifatida ko'proq trak olishimizga security paydo bo'ladi. Da, bizga sifatli ishchilar kelisha boshlaydi. Bozorda kuchli ishchilar ko'payadi. Esimda Lucidga borib biz ishchilar olganmiz, intervyular o'tkazganmiz, ishchilarni olib kelib, ularni tayyorlaganmiz. Yaxshi ishchilarimiz bor. Hozir ham Luciddan o'qigan bola bizda ishonchli, o'zimizning yaxshi
xodimimiz hisoblanadi. Bizlar bilan yelkama-yelka hozirgacha kelayotgan bolalar bor. Mashalloh. Juda ham xursandman. Ko'z Da, sizni ham bu proyektingiz juda ham omadli bo'lgan. Menimcha o'zi to'g'risini aytish kerak, misol uchun O'zbekistonda dispetcher bo'yicha o'quv markazi desa, hammaning yodiga birinchi Lyust keladi. Ya'ni shunaqa narsa association bo'lib qolgan. Bu juda ham zo'r. Omadini beraversin. Endi Huntme qanaqa kelib qolgan xayolingizga? Buni boshlanishini ozgina aytib bering, qiziqda. O'zi o'sha payti DM Worlddan chiqqandan keyin o'sha DM World egasi Dilshod aka bizning katta ustozimiz bo'lgan. O'zbekistonga jo'natganlar 2019da ofisda trening qilib bering deb. Borib o'sha yerda trening qilib kelganman bolalarga. O'sha shogirdlarim hozir kompaniya egalari bo'lib ketgan. O'sha payti aynan qaytgandan so'ng men o'sha data science sohasiga qiziqganman. Coding, ozgina coding Python language o'rgangandan keyin tushunganmanki, что texnologiya orqali trackingda yo'q narsani yaratsa bo'ladi. Va o'shanda birinchi bo'lib o'quv markaz, birinchi online education yaratishim kerak degan fikr bo'lgan. Va aynan o'sha paytda Covid boshlangan. Zoom degan narsani kashf etganman o'zim uchun. Amerikadan turib, O'zbekistonda shu Zoom orqali dars berardim. Esimda. O'sha orqali asta-asta rivojlanib, o'sha yilning yozida men o'zim uchun fikr bo'ldi. Shu odam kompaniyalar o'quvchi olgandan keyin endi bizga ko'proq ishchi kerak degan. Men tushunganmanki, что bitta o'quv markazi orqasida men hamma bozorga yetkazib bera olmayman. Bu impossible. O'sha payt konkurentlar ko'payishni boshlaganda men tushundimki, значит bizga qandaydir platforma kerakki, чтобы kompaniyalarni, ishchilarni birlashtiradigan employment platform. O'shanda o'zim ismim Steve Hunter bo'lgani uchun Leonardo DiCaprioni Catch Me If You Can degan kinosi juda yaxshi ko'raman. Keyin o'sha paytda Hunt People degan, Hunt Me deganman. O'sha orqasidan oddiy Telegram kanal bo'lib boshlangan narsa, birinchi 100 ta jo'ramni yig'ganman. Keyin katta hozir nima deydi, Amazon serverida qurilgan softverga aylandi. Bizning o'zimizning kompaniya ham, HRlar ham biladi, biz aktivli ishlatamiz bu narsani. Bu narsani effekti menimcha hamma trackingga oid odam yig'ilgani uchun boshqa HHUzdan, boshqalardan effektivliroqda. Ya'ni tezroq nima deydi? Lead generation qilamiz, tezroq bizani qo'ygan offerimizni ko'rishadi, tezroq bizga chiqishadi, tezroq yopib tashlaymiz. Nima deydi? Har doim hamkorlik ishlayotganimizdan bu yoq tarafdan ham xursandman. Biznes egasi sifatida bizani nima deydi? Ancha ishimizni yengil qilib beryapsiz. Xodimlar topshirasiz. Yo'q, bu rostdan, bu ochiq review bu, bu. Chunki men o'zim ishlatgan narsani aytaman, faqat kompaniyamiz ishlatadi, haqiqatda foydalanamiz, effekti juda ham zo'r. Rahmat do'stim. Keyin meni sizni o'zingizdan ham xuddi shunaqa savol bo'lsa kerak. O'zbekistonda ko'p yoshlar, 16, 17, 18 yoshli bolalar ko'p yozadi. Menga Instagramdan ham ko'proq Instagramda yozishadi. Nima qilsam bo'ladi? Nimadan boshlayy logistikaga kirishni? Xo'p, mana tayyor narsani o'rgandikki, Huntme bu bizga bularga shans beradi ishlarni ko'rishga, ularga chiqishga. Lekin mana shu logistikaga endi kirmoqchi bo'lgan odamlarga siz qanaqa tavsiya berasiz? Nimadan boshlasin? Nimalar qilsin? Shunda ular logistikaga ishga kiradi. Juda ham zo'r savol do'stim. Bitta основной tiplarni aytib o'tgan bo'lardim. Qayerdan o'qishingizdan qat'iy nazar, masalan, hozir zo'r talantli bolalar bor, o'zlari personalniy kurslar qilyapti, vaqt topib, kimdirlar masalan akademiya qilyapman, xudo xolisa siz ham обучение yo'lga qo'yasiz. Har bir o'qib chiqqan inson uchun kompaniya ish ta'minlashga javob bera olmaydi, chunki bu impossible physically. Любой institut ham u narsaga javob bera olmaydi. Kafolat yo'q u narsa. Garvard tugatsangiz ham hech kim sizga mana senga ishni bermaydi dedi. O'zingiz borib topishingiz kerak. Qancha to'laganingiz qat'iy nazar. Bu lekin sizni garantированный litsoz bo'ladi. Mana hozir men orqamda shuncha prooflarni qo'yishim, har bir safar qanaqadir amerikanskiy kompaniya kelganda shuncha joyda o'qigan ekansan, qanday qilib buncha narsani o'qiding degan fikr bo'ladi. Chunki amerikanistlar o'zida ham bizga o'xshagan shiddat yo'q-da. Ular ko'pincha yarim yo'lda tashlab qo'yadi o'qishni. High schooldan keyin drop out bo'ldi, ish kirib ketadi. Meni eng asosiy maslahatim o'zingizni backgroundingizni kuchaytiring. Masalan, o'qib chiqdingiz, undan keyin soft skilllarni yaratish kerak. Har qancha soft skilllarni ochgan holda email yozish, communication va ko'proq kinolarni tekst bilan ko'rish. O'sha orqali o'zingizni speaking rivojlantirasiz. Undan keyin esa eng asosiy meni maslahatim
Shu 100 ta odamdan bittasiga bo'lsa ham shogird bo'lib tushing, bepulga. Hech qachon siz birovdan pul talab qilsangiz, siz hech kim shogirdlikka olmaydi. Bepulga tushing, vaqtingizni sarflang. Masalan, siz oldingizga hozir Jeff Bezos kelib, men 1000 ta odamni yig'aman o'zimga shogird desa, jonim bilan borasiz, 1 yil umringizni sarflayverasiz o'shanga. Milliarder odam uchun, to'g'rimi? Warren Buffett bilan konsalting qilaman desangiz, nechidir million dollar to'laysiz. Xuddi shunday O'zbekistonda nechta tadbirkorlar bor. Bemalol kelib, aka, men shu yerda yursam mayli, shogird bo'lib, men uverim bilan hech kim yo'q demaydi. Prosta bo'pti yur, o'rgan. Qarayapsizki, 10 ta shogirddan 2 tasi olov bo'lib chiqadi. O'sha olov shogirdlarga kompaniya pul to'lashga rozi bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Qanday osonda. Agar misol uchun siz o'sha payti zo'r shogird bo'lib, bilim olganingizdan keyin yo'qda siz ukrepitsa qila olmasangiz, marhamat, Handmeyda kuniga 50 ta, 70 ta vakansiya chiqyapti. To есть bu 50 tadan 70 ta martagacha imkoniyat-da. Har bittasi imkoniyat. Ha, masalan siz Relayda yuk olsangiz, yuk olasiz. Brokerga telefon qilib yuk olasiz. Bu ham o'zingiz imkoniyatni sinaysiz. Endi Handmeyda kuniga 50 marta imkoniyat chiqsa-yu, insonlar hali ham ish topa olmadim deb nolisa, men o'ylayman bu noto'g'ri. Bu juda ham noto'g'ri, chunki men sunnat sizlar ishga kirganda, men institutni bitirmasdan kirgansiz, men ish qidirganman. O'zim misol uchun, o'zimni misolimda ishonasizmi, ikkita O'zbekistonning firmasiga ishga joylashganman, o'xshamagan. U yerda o'zimni ko'rmaganman, xullas chiqib ketganman-da, faqat mindsetda tracking kompaniyani ishga kiraman. O'sha paytda Rabota uzda har kuni unread qolmas edi vakansiya. Har bittasini qarab turganman. Ishonasizmi, u paytda endi Xudo biladi, haftasiga ham, oyiga ham chiqmasligi mumkin edi. Imminni trackingga oid bitta ham offer, chunki o'zingiz bilasiz, u paytda hali kompaniyalar yo'q edi. Lekin o'sha yerdan topib, borib ikkita bir oy ichida ikkita job offer topganman. Birinchisidan fail bo'lganman, ikkinchisidan bo'lsa ishga kirib ketganman. Ya'ni bu almost impossible bo'lgan. U yerda bunaqa Telegramda o'tirib, hozir hammaga zo'r sharoitda bu. Даже Rabota'ngizga kirib tekshirishingdan emas, shu Telegramda har kun kirasan, kiradigan joyda, senga chiq qilib keladi. Bugun dispatcher kerak yoki mana kompaniyaga fleet specialist kerak degan narsa hozir shunaqa zamon keldiki, prosta bu juda ham oson. Bizda paytda haqiqatda misol uchun qarab o'tirganman, har kun chek qilardim. Ertalab turib, misol uchun kechki payt yotishdan oldin bir marta chek qilardim, чтобы qanaqadir offer kelgan bo'lsa, rezyum jo'natib, borib shu narsani imkoniyatni olib. Shu joyga qisqacha qo'shib o'tmoqchiman do'stim, qarshi bo'lmasangiz. Men Orlandoga kelganimda, Orlandoda kompaniya bo'lmagan. Illinoisda STL ochilgan, yaqinda, ishchi hali olmayapti. DM bo'lgan Orlandoda, Orlando Express bo'lgan. Bo'ldi. Men Orlandoga kelishim bilan men o'zim ZNS Cargo'da ishlardim. Ular ofisi faqat Illinoisda edi. Illinoisda 5 ta 6 ta odam ishlardi. Joy yo'q dedi. Orlandoga kelib, xuddi siz aytgandek, kimda ish bor deb qidirganman. Har bittasiga borganman. Eng qiziqarlisi, men sizga shuni aytib o'taman. Orlando Expressga borganman. Orlando Express aytgan: "Sen Murod Jo'rang, Nurik Jo'rang ucharingni ishga ola olmaymiz. Seni ola olamiz" degan. Birdan to'laymiz oylik, zo'r dispetcherlik qilasan. Necha trakkingiz bor desam 30 ta degan. DM Worldga borganman. Bir amallab telefoniga chiqqanman. Updater ko'targan telefonni, xo'jayin nomeri necha deganman. Bera olmayman, mayli, lekin sen menga yoqdi nomerini bergan. Nomeriga chiqqanman, intervyuga borganman. 2 soat kutganman ajidaniyada. U kelmagan, bo'shamagan. Kechqurun 5 ta bo'shab, uka kutib qolding-ku sen degan. Kel oldimga degan. Ishga olishni o'ylab ko'rgan. Keyin bitta yurist akani ko'rib qolganman. Yurist aytgan: "Sen o'qiyapsan Websterda, men ham Webster tugatganman, yordam beraman. LLC och birinchi" degan. LLC ochishim bilan Dilshod aka meni ishga qabul qilgan. To есть men senga pul to'lash imkoniyatim bor endi. Bo'pti, mayli, ishga qabul qilaman deyishlari bilan, shuni ishga kirdim. 1 oy oylik olmaganman. Amerikada. Amerikada 1 oy. Eng qizig'i, nima uchun bu offerni men qabul qilganman? Dilshod aka aytgan, menda 100 ta trak bor, lekin o'ssang zo'r o'sasan. Haqiqatdan ham 30 ta trakli offerni qabul deny qilganman. Keyingi hafta oylik to'layman desa ham 100 ta trakka borib, o'rganib 1 oyda oyligim double bo'lib ketgan. Demak, to'g'ri qaror bo'lgan. Shunaqa. Большому кораблю большое плавание deydi-ku. To'ppa-to'g'ri. Bu narsa juda ham menimcha hamma yoqda ishlaydigan narsa. Hamma yoqda. Shuning uchun sizni voqeangiz ham menga juda ham motivatsion deb o'ylayman ko'pchilikka. Bu qiyin bo'lgan narsa. Ya'ni men o'zim qiynalganman-da. Temur uylanganman, bolam bor. O'sha paytda bolam bor. Oilani boqishim kerak. Oilada katta farzandman. Hamma narsa kelgan, shu narsani chiqib ketish kerak bo'lgan. Shuning uchun hozirgi yoshlarga eng zo'r taklifim aytganingizdek, hamma sharoit bor. Faqatgina ingliz tilini o'qib, skill, eng zo'r aytganingiz soft skill bo'lmasa, даже bizga ham intervyuga kelishadi. Soft skill past bo'lsa, hard skill bo'lsa ham
reject qilamiz. Chunki iloji yo'q usiz. Yana bitta sirni ochaman. Mana aynan shu YouTube podkast uchun Handme'da eng qizig'i hozir dispatch experience bor odam emas. Ko'proq aviatsionda ishlagan, otelda ishlagan, Dubayda ishlab kelgan servislarda, Yaponiyada ishlagan, Yevropada ishlab kelgan bolalarni ko'proq qabul qilyapti. Bilasizmi nima eng qiziq sababimi? Hospitality. Assalomu alaykum. Akajon ming bor uzr. Servis. Maylimi, savolim bor edi. Qarang, qanchalik muomala, madaniyat, muomala madaniyati juda katta. Biz ustoz sifatida ularga o'rgatishga ham tayyormiz-da. Maza qilib o'rgatasiz-da. Ha, obязательно. Ustoz sifatida sizni hurmat qiladi. Menda ham xuddi shu keys bo'lgan. Biz o'z kompaniyani ochgan paytimizda Lionslar bilan bitta narsa havolim kelganda, dispetcher qayerdan topamiz? Birinchi deganman, HR olishim kerak. Xo'p, HR olganman, qidirganman-da, topganman. HR nechidir yil, 10 yilmi, aniq esimda yo'q. Dubayda duty free'da ishlagan HR topganman. O'zbek bola. Zo'r edi, otlari Roshan aka. Keyin ular bilan kontrakt qilganmiz-da, men degan, bizga deganimiz 10 ta odam yig'ib berasiz deganmiz. 10 ta odam yig'ib berasiz. Xo'p, keyinchi degan 10 ta odam yig'ib bering, men ungacha bu yog'ini topamiz. Amerikadan Track Dispatchmi degan bitta servis bor edi. Dispetcherlarni tayyorlaydigan servis, ayol kishi. Uni topganmiz. U bilan gaplashganmiz. Qarochi deganimiz 10 ta odam bor bizda O'zbekistonda, shuni o'qitish kerak. Bu bilan kontrakt qilganmiz, bo'ldi o'qitib beraman degan, dispetcher qilib beraman degan, tayyorlab beraman degan. Keyin naryoqdan yig'gan 10 ta bola, siz aytgandek, o'sha 10 ta bolani 10 tasi Dubayda, menimcha hammasi adashmayotgan bo'lsam, Dubayda ishlagan bolalar edi. Aviatsionda, Emirates'da, Hospitality'da ishlagan hammasi shunaqa bola bo'lgan. 10 tasi ham. O'sha komanda juda ham kuchli komanda chiqqan. Ishoning, Lionslar misol uchun boom bo'lishiga zo'r hissasini qo'shgan bolalar chiqqan. Hozirgacha yaxshi ishlashadi. Shu anaqada nima sohada o'zini yo'lini topib ketgan bolalar, lekin bularga men keyin sezganman-da, bularni successful bo'lishiga nima bo'lgan deganda, bularni olgan o'sha yerdagi skilllari bo'lgan, soft skilllari bo'lganki, servis bo'yicha haqiqatda o'rganib o'sha O'zbekistonga tayyor bo'lib kelishganda, trackingda omadi kelib zo'r bo'lib ketgan bolalarda. Shu aytganingizga bu haqiqatda misolda, bu bo'lgan bitta misol. Yo'q, rostdan ekonomikada ham masalan Ray-Ban ochkilari o'zi 70-yil modada bo'lgan. Keyin modadan yo'qolib, yana qaytib keldi. O'zi ekonomikada ko'p narsani qaytib kelish shunaqa progressiyasi bor. To есть bir narsa paydo bo'lgandan keyin bir yo'qolib, yana qaytib keladi bozorga. Hozir ham shunaqa bo'lyapti. To есть boshida hozir dispetcherlar ko'payib ketib, dispetcherlarni olishi kuchayib ketgan, lekin hozir esa nabarot hospitality'si ko'proq bo'lgan odamlarni yana qaytadan olishni boshlayapti. Chunki competition, qo'pol muomala, ko'p do'stlarimizda kibrlanish bor, ozgina noto'g'ri muomala qilish bor. Nafaqat kompaniya orasida, haydovchilar bilan ham, brokerlar bilan ham. Chunki odamlar shunaqa fikrga keldiki, что broker yoki Amerika industriyasidagi kimdirlar nimadir majburiyati bor, lekin bu xato. Hech kimga majburiyati yo'q. Bizani Centralniy Osiyoni nabarot muhtojimiz bor. Yaxshi brokerlarda, yaxshi yuklarda. Biz nima 5 kecha gaplashdik do'stimiz bilan. Butun Amerika transportation industriyasini balki 5% taqsim qilishimiz mumkin butun O'rta Osiyo. O'rta Osiyo bo'lganda ham. O'shanga hech qanaqa biz boykot qilib, madad qilish kerak emas. Ishlash kerak, relationship, eng muhimi relationship networking do'stim. Mana hozir ofisingizda o'tiribmiz, mana o'zingizda ofisingiz, mana shunaqa kunga keldi. Boya gaplashdik, qiyinchiliklarni aytib berdingiz. Endi bu load mode, ya'ni kompaniya qanaqa yaraldi, nima ani boost bo'ldi, plus minus hamma yo'qlarni bizga aytib bering, mana eshitsin, balki nima deydi, o'zbeklar ko'p-ku, Amerikada ham, ular ham bu narsadan motivatsiya olib, o'zini nima kompaniyasini ochsin, o'zini biznesini ochsin, xohlagan sohasida biror narsaga xuddi sizga o'xshab erishsin. Xuddi menga o'xshab, sizga ham o'xshab. O'zi yaqinda bitta zo'r keysda bo'lishmoqchiman. Ramazon oyida xayriya ishimiz qildik. Handme'da bitta vakansiya to'lasa 9 tasini bepul qildik. Eng qizig'i 400 ta vakansiya rekordni chiqdi bir haftada. To есть bu degani bir oyda nima 1,5 mingta vakansiya chiqib ketdi-da. Men bir narsani bildimki, значит bu sohada bor vakansiyalar, lekin odamlar qo'rquv natijasida uni post qilmaydi yoki qo'ymaydi, risk qilishga qo'rqadi. To есть rivojlanish, kattarish bor. O'sha sababli 30 yoshimga to'ldim yaqinda 30-martda jo'ra,
30 ta odam tanladim. Eng qiziqarli istoriyalar bilan. Hozir bittasi kelib ketdi. Samarqandlik ukamiz, 15 ta traki bor ekan. U bolaning shu istoriyasini o'qidim, yoqdi. O'zi Arlandaga ko'chgan ekan. Non bilan qazi tashlab ketdi. Nimaga bunday qilsiz? Aka dedi, 30 ta odam tanlab shuncha xayriya ish qilyapsiz, bepulga bizga mentorlik qilar ekansiz. Men ham nimadir bergim keldi. Shunday xursand bo'ldim. Gap yo'q. Shunday xursand bo'ldim. E'tibor yangilanadi. Arlandoda bo'lib turib, shunaqa o'zbekcha odamlarni ko'rib, juda xursand bo'ldim. Men o'ylayman, shu eng asosiysi bir-birimizga nimadir berish, mehr berishda. Loadmode kompaniyasining ham asosiy ko'tarilishida aynan o'sha berish deb hisoblayman. Chunki men o'zi o'sha giver, har doim giver strategiyasida yuraman. Lucidda ochganimda ham, Handmini 1 yil bepul ishlaganni ham. O'sha giver orqasidan siz odamlarga yaxshilik qilsangiz, o'zi nima deydi, success, pul, bular hammasi o'zi kelar ekan. Hozir mendan hamma trakimni olib qo'ysangiz, men boshqatdan qurib olaman yana. Farqi yo'q. Chunki odamlarim bor-da. Eng qizig'i o'sha boost bo'lishi 2021-yilda ochganman. Muzeum Transportationdan ketganimdan keyin Miamiga ko'chganman bir o'zim. O'zim chalg'imaslik uchun ko'chib olganman, chunki bu yoqda endi ozgina o'zbekcha community bo'lgan chalg'irdim. Ko'p ko'chaga chiqardik, ko'p choyxona bo'lardi. Miamiga ko'chib birinchi 5 ta trakimni topganman. Bittasi investor olgan, qo'ygan, qolganlari ownerlarni topganman. Keyin o'sha 5 ta trakdan o'sib bitta partnyorsdan bu o'xshamagan, ikkinchisi o'xshamagan, uchinchisi o'xshamagan. Va 4-chisida to'g'ri insonni topib 15 ta trak bilan chiqib ketdim o'tgan yili aprel oyida. Endi u paytgacha o'sha ancha opit yig'ib oldim. Opitim sababli o'sha hiring kuchaydi, HR skills kuchaydi. Kuchli komandam bor, dispatch, HR. 100 ta trak man qila olaman dedim, easy. O'tgan yil apreldan boshlab, men hozirgi vaqtgacha mana shu 120 ta trak bo'lyapti. Yozda, xudo xohlasa 150 ta trak bo'ladi. Dilerlardan chiqadigan traklarimiz birga. O'ylayman, что buni hammasi faqatgina to'g'ri mentorship, to есть odamlaringiz bilan har doim to'g'ri muomala qilishingiz kerak. Har bitta insoningiz bilan muammoni joyida yechish kerak. Asosiysi va ikkinchisi problem tackling. Misol uchun, kimdir qanaqadir xato qilyaptimi? O'sha xatoni joyida hal qilish kerak. Aytish kerak yuziga, muammosini aytish kerak. Orqadan gapirib yoki odamni ketkazib yuborib, siz hech qanaqa yutmaysiz. Yutmaydi. Uni tarbiyalash kerak, unga o'rgatish kerak. Bu ham nimadir o'rgangani kelganda. Keyingisi o'zimni komandamni rag'batlantirish kuchaytiraman doim. Har doim o'zimni atrofimdagi ko'p yillardan beri bo'lgan insonlarimga rag'batlantirish strategiyasini qilaman. O'zim alohida gaplashaman, dardini eshitaman, vacationlar berib turaman va o'sha orqali o'zimni atrofimda loyal odamlarni yig'ib oldim. Endi men masalan hozir uверенность ayta olamanki, что mana Xudo xolasa inshaalloh Alloh taolo qo'llab-quvvatlasa, bemalol 250 ta trakka mo'ljallangan komandam bor. Zo'r, вообще zo'r. Gap yo'q. Arlando ofisam, O'zbekiston ofisi tayyor. Shu narsaga tayyor. Faqatgina o'sish kerak. O'zi bilasiz, har bitta etapga chiqqanda bitta sistemani o'zgartirish kerak bo'ladi, filtr shunaqa narsa bo'ladi. U bizani o'zimizda ham boshimizdan o'tgan narsa. To'g'ri tushunaman. Har bitta etapda nima deydi, kuchayib boraverar ekansizda, o'sha o'rganib yangi narsalarni ko'rib boraverar ekansiz. Bitta narsa haqida gaplashmoqchiman. Mana misol uchun biznes ownerlari borda. Hozir biz ko'p gaplashaman. Ko'pchilik 10 tagacha trak bilan yuradi. Aytaylik, ular Amazon bilan ishlaydi. Mana shunaqa kompaniyalarga o'sish uchun qanaqa maslahatlaringiz bor? Birinchi navbatda bilasizmi, biz masalan agar bizani har xil millatlar qaraydi, har xil dinlar qaraydi, letting go, to есть nimadirni qo'yib yuborish kerak, nimadirga erishish uchun. Siz strategik xod qilmasdan turib rivojlana olmaysiz. Ko'p kompaniya egalarining bitta odati bor. Ana shuni ushlab olgan. Amazonni. Hamma narsani, ishchilarini, driverlarini, har bitta driver bilan alo qilib soatlab vaqt o'tkazadi. O'zimni ham o'tgandi. Lekin eng asosiy yutuq pointim bo'lgan qo'yib yuborish kerak. Ozgina samotyokka qo'yib yuboring. Misol uchun, shu kompaniya yo'q bo'lganda nimadir bo'lardi-yu. Значит, driver ham dispetcher bilan gaplashib hal qilib yuboradi bir amallab. Ozgina odamlarga ishlashga imkoniyat berish kerak. Sizda 10 ta trak bormi? Delegate qiling. Dispetcheringiz, HRingiz, fleetingiz bo'limlar bo'yicha bo'lib chiqing. Va har bitta bo'limni boshlig'i bilan yoki bo'limni lideri bilan gaplashing. Mayli, boshliq bo'lmasin boshida. Bo'limni lideri bilan gaplashing, o'zini ishini qilishni o'rgansin. Nabarot sizga 30 ta odam yoki 10 ta odam emas, 4 ta odam aloqaga chiqsin. 4 tasi bilan ishlang. Qolgani
qolgan 10tasi bilan ishlasin. To'ppa-to'g'ri. Men ham o'zim ham shu narsani aytaman. Odam biznes egasi va biznesda operatsiyonkadan chiqishi kerak-da. Birinchi bo'lmasa hech qachon biznes rivojlanmaydi. Shunaqa. Hamma biznesni rivojlantirish bu biznesni egasini qo'lidagi vazifasi, uni asosiy vazifasi. U operatsiyonga kirib ketsa hech qachon biznesim rivojlantirishim kerak, partnerlar bilan ko'rishishim kerak, mana bunaqa networking qilishim kerak degan narsadagi vaqt qolmaydi tabiiyki. Unaqa narsa bo'lmasa rivojlanish ham juda sekin bo'ladi yoki bo'lmasa umuman bo'lmaydi desa ham bo'ladi. Yana keyingi misol, mana misol uchun Chicagoda ham bo'ldik, Expoda. Hozirgi eng qiynoqli masala desa ham bo'ladi. Ya'ni o'zbek tracking kompaniyalarini obro'si. Ya'ni Amerika bozorida eng dolzarb mavzu. Eng siz bu yerda yuribsiz. Endi men har doim kelganimda eshitaman, gaplashamiz. Ya'ni IT park qoshida ham o'sha o'zingiz ham bo'ldingiz. Hamma kompaniya egalari nimadir qilishga harakat qilyapti. Ya'ni bu yerda to'g'ri tushunish kerak. To'g'ri ishlaydiganlar, to'g'ri ishlamaydiganlar, ya'ni fraud qiladiganlar ham bor. Shuning uchun ajratish sal qiyinroq o'zi ba'zi paytda O'zbekistonda turib ham ba'zi payt bilmaymiz. Kim fraud qilyapti, nima qilyapti. Lekin oxirgi marta men 2 marta kelganimda ham sezyapmanki, o'zbeklarning obro'sini juda ham tushirib yorishganda bu narsalar juda ham negativ ta'sir qilyapti brokerlar tomonidan. Highway misol uchun platformasida, DAT platformasida shunga qanaqa qarayapsiz? Nimalar bo'lyapti o'zi bozorda hozir? Men o'ylayman, hozirgi vaqtda bozorda aynan tracking sohasida texnologiya davri keldi. Oxirgi 2024-2025 faqatgina texnologiya taraflama rivojlanyapti. Masalan, ko'proq softverlar paydo bo'lyapti. Chunki AI ni kirib kelishi boshqa sohalarga ozgina boost bergan bo'lsa, tracking sohasini butunlay o'zgartirib yuboryapti. To есть hamma tekshiruvlar kuchayapti, identity bitta bo'lyapti, kompaniya egalari bitta bo'lyapti. O'sha sababdan o'ylaymanki, что biz oramizda double qiladigan bolalar bor. Oramizda fraud qiladigan bolalar bor, oramizda fraud driverlar ham bor, rekruterlar, har xil. Men kimdirni barmog'im bilan ko'rsatib yoki kimdirni baholashga haq-huquqim yo'q. Lekin maslahat sifatida aytgan bo'lardim. Faraz qilingki, Hindiston o'z vaqtida outsourcing hubga aylangan, lekin scamming paydo bo'lgan sababli kompaniyalar u yoqdan chiqib ketgan. Venezuela, Vyetnam, boshqa davlatlarga o'tib ketyapti. Albatta O'zbekistonga o'tyapti kompaniyalar ham. Amerikanskiy kompaniyalar. Endi o'ylanki, ketavergan sari odamlarda scamming ko'payaversa, Amerikada umid tugaydi. Nima qiladi? Prosta serverlarni to'xtatib qo'yadi, boshqa davlatga ko'chirib yuboradi. Keyin siz o'sha qo'lingizdagi 20 ta ishchingiz, 2-3 ming dollar to'laydigan ofisingiz, kreditga olgan mashinangiz, kreditga olgan uyingiz, qo'lingizdagi kreditga olgan telefoningiz o'zingizni bo'yingizga qolib ketadi. Ishchilarni tarqatish ham o'zingiz qoladi. Hech qaysi klientingiz bilan ishlamaydi. Sen O'zbekistondansan, bo'ldi. IP qilasizmi, VPN qilasizmi, baribir bu narsa oxiri bo'ladi. O'sha sababli to'g'ri ishlagan, halol ishlagan doim to'g'ri bo'ladi. Masalan, biz Loadmode kompaniyasi sifatida ham menda imkoniyatlar ko'p bo'lgan. Amazonimni boshqaga berib sotish, yuklarni. Lekin hech qachon qilmaganman. Amazonim o'zi menga taklif ko'p bo'lgan. Safety sababli nimadir yopildi. Yopilsa yopilaversin dedim. Men o'zi ko'cha bilan ishlardim boshida. Amazon menga boshqa qiziq emas. Qiziqmas. Menimcha 2000 oxirgi marta 2021 yoki 2022-yilda ishlaganmiz. 2022. Undan keyin men Amazon bilan umuman attacheni qilmaganman ham. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Bu degani hozir gapirmasdan men qilmayapman-ku deyish emas. Bu narsani oldini olishimiz kerak. Bir-birimizga. Sababi o'zimiz chopyapmiz. Shunaqa. U to'g'ri, nechtadir katta kompaniyalar yoki bizga o'xshagan kompaniyalar ham to'g'ri ishlayotgan bo'lishi mumkin, lekin xo'p, ertaga bu narsani boshqalar qilib tursa ham chiqib aytmasak yoki boshqa narsa bo'lmasa, bu yerdagi, chunki hozir siz bilan biz brokerlarga yuzma-yuz borib, ko'rishib, gaplashib, ularning fikrini bilyapmiz-da. To'g'ri. Brokerlar bilan ko'rishdim, gaplashdim o'zim ham shaxsiy. Ya'ni O'zbekiston haqidagi tushunchasi scammerga aylanyapti o'sha. O'zbek scammer. O'sha narsani asosiy kelyapti-da. Da, bu narsa juda ham yomon. Ertaga o'zimiz ham ofisimizni ko'chirib boshqa davlatga ketishimizga to'g'ri kelib qoladi-da. To'g'risi, mana yaqinda gaplashdik. Qaysi kompaniya bilmayman, lekin Yigitga ko'chish o'zi. Men o'zim ham Dubayga o'yladim yaqinda. U yoqqa Unitrans ham Dubayga ko'chgan. Misol uchun, chunki o'zingiz o'ylang, misol uchun O'zbekistonda men $1000 yoki $2000 odamga to'lagandan ko'ra, men
boshqa davlatga borib 500-700 dollarga odam olavanda, lekin ular men bilan hurmat izzat qilib yashaydi, ishlaydi, ham aldamaydi. O'shadek misol uchun halollik bilan, to'g'ri ishlash bilan siz 10 yil, 20 yil, 30 yil, 40 yil JB Hunt'ga qarang, 150 yildan beri ishlaydi. Ikkinchi jahon urushi vaqtida ayol kishi ochib turib, oilaviy biznes sifatida qolgan. Love Truck Stop'i. Uni bitta odam Loves, o'tgan yil bechora o'tib qoldilar. O'sha odam ochib turib, haligacha ishlaydi. Bularda shunaqa mindset bilanda uzoqqa quriladi. Shuning uchun ham biza 1 yilda 100 ta track qildik desak, bularning anaqasiga sig'may qoladi-da. Ba'zi pul topdi. Amerikanlar what? deydi. Shuning uchun ham endi biznes modelimiz sal boshqacha, lekin shunda ham tavsiya qilaman, iltimos qilib so'rayman. Bizni o'zbeklarni O'zbekistondagi o'tirib ishlayotganlarni obro'si juda ham kundan kunga tushib ketyapti. Highway orqali ham, DAT-dan ham Highway bilan ko'rishdi. Ayniqsa misol uchun harakat qilishyapti-da katta kompaniyalar, IT parklar, Highwayda CEO'si bilan ko'rishib, iltimos O'zbekistonni blok qilmanglar, DAT bilan ko'rishib, iltimos O'zbekiston blok qilmanglar so'rayapti. Yana bitta narsa aytib o'taman, jo'ra hozir kommentariyada odamlar ozgina tosh otishi mumkin. O'zingizlar ham undan aylantirasizlar, o'qilasizlar deydigan bo'lsanglar, u boshqa narsa. U o'zingizni kompaniyangizni qaysidir urovingga olib chiqish uchun kerak bo'lgan talchoq. Lekin oramizda juda ko'p bolalar bor, to'g'risini aytaman. Chatlarda ham ko'raman yozganni, Amazon yuk olib beramiz. Broker bor. Undan yuk olib, yukni tugatmaymiz. U o'sha noto'g'ri narsa. Men har doim aytaman. Mana shu kompaniya egalari pul orqasidan o'shanga talpinib qoladi. Qo'shimcha 50 ming, 60 ming ishtirkanman deydi. Lekin siz o'ylab ko'ring, qanchalik bu sizning obro'yingizga ta'sir qiladi. Shu bir marta o'zingizni shu narsaga ulab qo'ydingiz, bo'ldi. Ayniqsa 30 ta, 40 ta trakli kompaniya egalari shu narsaga juda ham bog'lanib qolgan. Bunday bitta kompaniya yopadi, bunisidan Amazonni aylantiradi, yana buni yopib unisiga o'tib ketadi. Qaysidir kuni siz to'xtatishingiz kerak o'zingizda o'zingiz. Bu narsaga 100% qo'shilaman. O'sha oxirgi paytdagi eng og'riqli temamiz bu. Bu narsani to'xtatishimiz kerak. O'zbekistonning obro'sini yana qaytarib tiklashimiz kerak. Nima deydi? At least shunaqa ushlab turish kerak hozirgi levelda, chunki bundan-da tushirib yorsak, menimcha o'sha hech kim biz bilan ishlamay qo'yadi. Track ololmay qolamiz. Hamma narsada faqatgina to'siqqa duch kelamiz. Endi FMCC ham o'zi tomonidan harakatlar qilyapti. Bugun yangi xabar, ya'ni endi kompaniya ochayotganda kompaniyani egasi verificationdan o'tish kerak ekan. Bu degani chunki shu kungacha men o'zim ko'rganman, birovning nomiga kompaniyalar ochilib ketgan, o'zi bilmaydi ham. O'zbekiston kimiga, O'zbekistonda o'tirib. Hozir undan pasportini so'raydi, driver license so'raydi, residence card so'raydi, workers authorization so'raydi. Demak, shuncha hujjat so'rab, o'zini verify qilib, telefonda keyingina kompaniya ochadi. Bu degani fraudni menimcha kompaniya jihatidan ancha kamaytiradi deb o'ylaymiz. Boshqa jihatlarda ham o'sishlar bo'lyapti, chunki do'stim, yana bitta narsa aytaman. Mana siz aytdingiz-ku, oldinni ko'ra bilish. Hozir bitta insight beraman, bitta insight. Men yaqin 2 yilda AI shunaqangi. Men endi qaytmoqchi edim, o'zi shu narsani ochmoqchi edim. Gapiring, AI zo'r yaxshi tema. Yaqin 2 yilda logistika shunaqa soha bo'ladiki, bilsanglar agar boshqa yo'nalishlarda ham hamma narsani identification orqali. Даже bironta hozir kontraktlarni sayin qilsangiz, online notary bor, driver license ushlab turib, I give my oath deydi, to есть я клянусь degan majburiyati bor amerikanskiy qonun qoida bo'yicha. Hozir shu narsa logistikaga kirib keladi. Va siz oladigan DAT platformangiz, ishlatadigan Gmailingiz, ishlatadigan telefoningiz faqatgina approval orqali o'tadi. Men даже shu narsani ko'ryapman, yaqin 10 yilda O'zbekistonda faqat updaterlar qoladi. Qolgan hamma dispetcher, bookerlar o'sha Amerikaga o'tib ketadi, chunki oyliklarni miqdori tenglashib qoldi. Men shu narsani o'zim insight sifatida ko'ryapman. Endi men oxirgi esingizda bo'lsa, o'sha Chicagoda ko'rishgan bitta AI kompaniya bilan yaqinda biz ofisda o'tirib ko'rishdik, gaplashdik. Ishoning, updaterlar hamma ishini AI ga bog'lab beribdi. Bu men hozir o'sha narsani ko'rgandan keyin update ham, dispatch ham menimcha batamom emas, lekin qanaqadir miqdorda juda ham 2 baravardan emas, bu 10-15 baravarga qisqarib ketadi. Shunaqa. Ofisdagi ishchilarning soni. Updater uni ko'rsatgan sistemasi, updater umuman pashti yo'q bo'lib ketadi. Chunki updater qiladigan ish o'zini hammasini kallasini ishlatib, AI o'zi ketma-ket bajarib,
Даже shunaqa narsa ko'rsatdi, yukka olib, brokerdan kelishib, yukka olib, yukka TMSga tiqib, TMSdan keyin yuk tugagandan keyin bill of lading POD'larni solishtirib, o'zi invoice yasab, factoringga jo'natyapti. Can you imagine? Tushunyapsizmi? Shunchalik prosesni qilib qo'yganki, bu narsani bu menimcha yaqin 1 yil, 2 yil ichida ishchilarning soni juda ham tushib ketadi. Bitta ikkita ishchi qo'yiladi, faqatgina AI ga qarab turish uchun. Endi jo'ra, siz hozir tushib ketadi deganingiz odamlar qo'rqadi, sirazu ishsiz qolaman deganlar. Yo'q, xato fikrlash. U har doim AI menimcha men qarashimdan ishchilarga yordamchida, qo'shimcha. Qo'shni. Boost-da o'zi. Shunaqa. Bu degani aziz do'stlar, misol uchun siz ertaga 100 ta trakli kompaniyada misol uchun kamida bir 40 ta 50 ta ishchi bo'lsa, ertaga siz 40 ta 50 ta ishchi bilan bemalol 500 ta qaraysiz, hech narsadan xavotir olmaysiz. Bu degani bozor expenditure juda kuchli daromad kelyapti. Juda kuchli. Chunki o'ylab ko'ringlar, IT qanaqa rivojlangan. Bitta proyektni ustida bitta dona IT'chilik turadi. That's it. Qolgan narsa hammasini avtomat mashina qiladi. Bu soha ham shunaqa texnologiya davriga kelyapti. Men o'ylayman, agar odamlar o'zining skillslarini to'g'ri ishlasa, biz zo'r narsalarga kelyapmiz. Yaqin 2-3 yilda, lekin 5 yilda o'tgan kuni Instagramingizda ham ko'rdim. Avtomatizatsiya traklar 10 yil, 15 yilda keladi, lekin dispetcher bilan AI updaterlar уже eshigimiz tagida turibdi. Уже не только eshigimiz tagi, o'sha expoda ham ko'rdikda. Kirgan o'zida. Boshqa sohada sales agent AI taqdim qilgan kompaniyalar o'sha logistikaga kirib, biz sizlarga agent yasab beramiz deyapti-da. Shunaqa. Gaplashdik-ku, men shok bo'ldim. What deyapman-da, o'shani biz Telegramda bu yo'lda kimdir qaramabdi, javob ber. Bu narsalar yo'qoladi. Yo'qoladi. Inson faktori minimumga tushadi. Produktivlikni oshiradi. Aytganingizda ishchilarni hech qayerga ketmaydi, faqat kompaniyani o'sish kengayadi. Ularga kengroq imkoniyatlar beriladi. Odamning ishini yengil qilib beradi-da AI. Shu o'tirib hozir updater qiynalmaydi. O'zi AI ga buyruq beradi, o'zi gaplashib ishini hal qilib qo'yadi. Sunnat mana gaplashib, biz menimcha hali gaplashamiz desak, ancha o'tirib gaplashamiz, lekin hamma narsani nima deydi, oxiri bor. Shuning uchun sizga kattakon rahmat, vaqt ajratib, ofisingizga taklif qilib, Arlonni bizani mehmon qilganingiz uchun juda ham zo'r bo'ldi. Kelib maza qildim to'g'risi. Bizni ham ofisga kutamiz, sizni taklif qilamiz, xudo xolasa. Endi yakunlaymiz, xudo xolasa, lekin nima deydi, bir konkurs qilsak, sizni ko'pchilik O'zbekistonda taniydi, hurmat qiladi, shu logistikaga o'zbeklarning ichida, ya'ni birinchi kirgan odam deb bilishadi. Shuning uchun bir nima deysiz? Konkurs qilsak? Men roziman, xursand bo'laman. Ishchilar uchun xohlasanglar Amerikadan bu sovg'a berib olsam bo'ladi yoki zo'r bo'ladi. Amerikadan sovg'a olib boraylik. Men o'zim olib borib, men buni bo'ynimga olaman. Arlandoni olib, sizdan olib egasiga olib borib topshiraman. Kelishdik. Savollar qilaylik. Hozirgi vaqtda eng qiziqarli va yangi topik deb hisoblayman. Mavzu bu qanday qilib AI odamni o'rnini bosa oladimi yoki bosa olmaydimi? Agar bossa, qanchalik hozircha kuchli? Chunki bu haqida har xil fikrlar bor va bu bizning sohaga to'g'ri ta'sir qiladimi yoki noto'g'ri ta'sir qiladimi? Dunyoni, bizneslarni va sohani rivojlanish tezligi juda ham katta hozirgi vaqtda. Kelinglar o'sha savolga eng to'g'ri va qiziqarli bilimdon javob bergan odamga o'ziz official office lineslarga taklif qilib beraman. Eng ko'p like yig'gan odamni tanlab olamiz. Xo'p, o'sha odamga siz bergan sovg'ani, sunnatdan sovg'ani olib borib topshiraman. Xudo xolisa, kunlarini boshqasini Instagram kanalimizda birga qo'yamiz. Aziz do'stlar, biz Shohruh do'stimiz bilan juda ham bir unikalniy Hunt Me Business Club degan proyektni boshladik. Sanjar akam ham shu yerda orqa fonda. Xudo xolisa, aynan Amerikada asos solingan ajoyib eksklyuziv klub, aynan biznes egalari uchun o'ylayman hammaga qiziq bo'ladi, chunki bunda biz nafaqat prosta logistika sohasida insonlar, balki juda qiziqarli bir mehmonlar bilan ishlash planini qo'ydik. Sizlar bilan bu haqida Telegram kanallarimizda, Instagramlarimizda bo'lishib boramiz. Ishonaman do'stim, bu nima deydi,
butun avlodga yordam beradigan zo'r klub bo'ladi, biznes klub bo'ladi. 10-20 yillik katta bir proyektga aylanadi inshaalloh. Albatta bu narsaga ishonamiz, xudo xolasa, chunki ko'ryapmiz, bu yerda ham juda ham ko'p narsalarga erishayotgan, ulardan olishimiz, ularga berishimiz mumkin bo'lgan imkoniyatlar bor, odamlar bor, ular bilan birga bo'lamiz, networking qilamiz, bir-birimiz bilan nima deydi, bilim almashib, hammamizni o'sishimizga bu sababchi bo'ladi. Ya'ni o'zbek communityga juda ham katta menimcha foydasi bo'ladi. Xudo xolasa, hali bu proyektimizni ham katta ochilishlarni hammasini birga o'stirib boraveramiz. Rahmat sizga do'stlar. Rahmat, Katta rahmat. Sog' bo'ling.